Assalomu alaykum, Sehrli Kishik Ballar rasmli kitob klubining aziz ishtirokchilari. Bugun sizlarga sunmoqchi bo'lgan nodir kitobimiz "Men jo'grafiyani qandoq o'rgandim". Avtori Yuriy Shurevits. Tarjim qilguvchi Mihray Umar. Mikrofon oldida Nadira Abdurahmon. Bu kitobim bilan dadamni eslayman. Urush bizning uyimizni xonavayron qildi. Uylarimiz xarobliqqa aylandi. Biz hamma narsamizdan ayrildik. Ikki qo'limiz qop-quruq holatda uylarimizdan qochib chiqdik. Biz davomli sharqqa qarab uzundan uzun yo'l yurib, boshqa bir davlatga berib qoldik. U yerning yoz fasli haddidan ziyoda issiq, qish fasli bo'lsa, bakli sovuq ekan. U shaharning uylari seg'izlay, shol ham to'gi tezikidan qo'pirilgan ekan. To't atrofi bo'lsa, to'pchang uchib turadigan kang idirliq ekan. Oftobning taftini demayli qo'yay. Biz notinish bir jup arayol bilan nihoyatda kichik bir ig'iz uyda qistilishib turdik. Biz dih yerda qoldik. Mening o'yinchiqim yo'q, kitobim yo'q. Eng azoblanarligi bizning yemakliklarimiz yo'q edi. Bir kuni dadam bozorga bulk setib olg'ili ketdi. Kun o'ltirib ketgan bo'lsa-mu, u qaytib kelmadi. Opam ikkimizning qo'rsiqi bakli ichib ketdi. Uning ustiga dadamdan bakansirab ketdik. Kun qorong'u bo'lganda dadam oxiri qaytib keldi. "Men dunyo xaritasi setib oldim", dedi dadam mag'rur qiyofatda. "Bo'lkichu?" Opam shundoq so'radi. "Men dunyo xaritasi setib oldim", dadam yana bir qaytim takrorladi. Opam ikkimiz nima deyishimizni bilolmay, og'zimizdan gap chiqmay qoldi. "Mening pulim faqatli bolkidan kichikli bir parcha ilishga yetadi ekan. Uningga hech kimning qo'rsig'i to'ymaydi ekan." Dadamning chehridan cho'nqur afsuslanish tuyg'usi, bizga yuz kelolmayotgandek bir xil kayfiyat chiqib turadi. "Bugun kechda tomoq yo'q", opam qahri bilan yana. "Biz dunyo xaritasini kechlik tomoq qilaylik", dedi. Meningmi qo'rsig'im bak ko'pdi. Men dadamni mangu kechirmayman deb o'yladim. Men amalsiz qo'rsig'imning ko'rkirayotgan ovozini anglab turib yetishga majbur bo'ldim. Biz bilan bir uyda turayotgan hiliqi bir jup ayol ozliqidan odamning ichi og'rig'idek taom bilan g'izolanayotdi. Eri bo'lsa bir yozuvchi. U yeziqchilik qilganda to'liq jimjit xizmat qiladi. Ammo Rabbim, uning bir narsani yegandiki, chaynagandek ovozi dahshat cho'ng edi. Shu tapda u menga xuddi butun kuchi bilan bir qopon bolkini chaynayotgandek, dunyodagi eng esil nozu ne'matdan huzurlanayotgandek bilinib ketyotdi. Men uning bolkisiga havas qilatdim. Bolki chaynayotgan shu odamning o'zim bo'lib qilishimni shunchalik orzu qilatdim. Men yotgan bilan beshimni cho'mkib oldim. Mushunda qilsam, uning xo'shal holda ig'iz tamshitayotgan ovozini anglay olmaydi ekanman. Ikkinchi kuni dadam xaritni uyga osdi. U butun bir tomni egallagan edi. Bizning qop-qorong'u ham rangsiz uyimiz birdan uning chaplanishi bilan rangarang tusga kirdi. Men bu dunyo xaritasini yaxshi ko'rib qag'iltirdim. Men soatlab uningga qarab o'ltiratdim. Uning har bir inchka halqalarini kuzatatdim. Men texi necha kun vaqt sarf qilib, o'zim topolgan kichik qog'oz parchalariga xaritlarni chizib chiqdim. Men dunyo xaritasi ustidan nurg'unlagan g'alit ismlarni bayqadim. U g'alit ismlardagi har davlatning o'ziga xos bo'lgan intonatsiyasi, talaffuz qilinishi meni mahliya qiladi. Men ular bilan qopiyali kichik misralarni tizib ulgurdim. Fukuoka Takaoka Omiski, Fukushima Agayama to Omiski, Okazaki Miyazaki Piniski, Pensilvaniya Transilvaniya Miniski. Men qayta bu misralarni takrorlaydim. U xuddi sehrlik afsunlardek hech qachon uydan chiqib boqmagan meni yiroq-yiroqlarga boshlab ilib bordi.
Мен бірді qumlari qizib ketgan cho'lliklarga tushsam, birda qumlari put barmoqlarim orasida erkilab turadigan dengiz sahillarida yuguraytdim. Birda muzliq tog'larga yamishib chiqatdim. U yerdagi sovuq shivirg'anliq shamollar yuzlarimni suyayotgandek tasavvurlarga cho'matdim. Birda ajoyib g'aroyib ibodatxonalarga berib qolatdim. U yerdagi tosh haykallar tomning o'zida usulga tushgandek. Yana texi har xil rangdagi qushlar uy to'rislarida naqsha aytayotgandek. Birda men mevalik o'rmonliqlardan kesib o'tatdim. Ham u yerdagi mislik puraqliq bihilardan, mandarinlardan to'ygacha yeytdim. Birda muzdek buloq suyini ishkash, xurma daraxti ostida salqindaytdim. Men yana turibla igiz binolar bo'y talashgan zamonaviy shaharga kelib qolatdim. U yerda sanab tugatkisiz derazalar. Men bo'lsam sanab uxlab qolatdim. Mana shundaq men nurg'un sehrlangandek go'zal vaqtlarni o'tkazib oldim. Chidog'siz ochliq ham azoblarni unutgandek bo'ldim. Men dadamni kechirdim. Qandoqli bo'lmasin, u to'g'ri qilgan edi.